qanaqa bizga ichga qabul qilish tartibi qanaqa? Ariza taqdim qilasiz. Keyin sizdan tegishli hujjatlar, mana o'zi prokuratura organlarida xizmat o'tash tartibi to'g'risidagi nizom bor. O'sha nizomda belgilangan nimalar bor, hujjatlar bor. Bu hujjatlardan tashqari siz sog'lig'ingiz shu tizimda prokuraturada ishlashga monelik qilmaslik kerak. Sog'lig'ingiz shunga javob berish kerak. Eng asosiy talab keyin hujjat topshirganingizdan keyin 3 etapda tanlov amalga oshiriladi. Birinchi maxsus tekshiruv. Sizni shaxsingiz o'rganiladi. Maxsus tekshiruvdan o'tgandan keyin ikkinchi etap test sinovlari bo'ladi. Test sinovlari ham ikkita bo'ladi. Birinchisi psixologik test amalga oshiriladi. Psixologik testdan keyin maxsus nimalar bo'yicha, fanlar bo'yicha test savollari. Unda 50 ta savol bo'ladi. Psixologik testda IQ darajangiz aniqlanadi. Qolaversa o'sha psixologik holatingizdan test yordamida psixologlar siz mana test yechasiz, sizni psixologik holatingizni nima beradi. Bu lekin to'sqinlik qilmaydi. Agar siz nima deydi, o'sha talabga javob beradigan bo'lsangiz, test topshirasiz. Testda 50 ta savol bo'ladi. Har bitta savolga 2 balldan qo'yiladi. 56 o'rindan yuqori ball olgan, keyin 3-bosqichga qabul qilinadi. 3-bosqich nima? Og'zaki komissiyada savol-javob bo'ladi. Endi o'sha agar test savollaridan, o'sha psixologik testdan, maxsus tekshiruvlardan o'tib olgan bo'lsangiz, bu yerda bilimingiz bo'lsa, u oddiy mana shu o'zingiz o'qiyotgan fanlardan savol beriladi. Shu savollarga javob bersangiz, hech qanaqa nima yo'q, prokuratura organlariga ishga qabul qilinadi. Qanaqa bizga ichga qabul qilish tartibi qanaqa? Ariza taqdim qilasiz. Keyin sizdan tegishli hujjatlar, mana o'zi prokuratura organlarida xizmat o'tash tartibi to'g'risidagi nizom bor. O'sha nizomda belgilangan nimalar bor, hujjatlar bor. Bu hujjatlardan tashqari siz sog'lig'ingiz shu tizimda prokuraturada ishlashga monelik qilmaslik kerak. Sog'lig'ingiz shunga javob berish kerak. Eng asosiy talab keyin hujjat topshirganingizdan keyin 3 etapda tanlov amalga oshiriladi. Birinchi maxsus tekshiruv. Sizni shaxsingiz o'rganiladi. Maxsus tekshiruvdan o'tgandan keyin ikkinchi etap test sinovlari bo'ladi. Test sinovlari ham ikkita bo'ladi. Birinchisi psixologik test amalga oshiriladi. Psixologik testdan keyin maxsus nimalar bo'yicha, fanlar bo'yicha test savollari. Unda 50 ta savol bo'ladi. Psixologik testda IQ darajangiz aniqlanadi. Qolaversa o'sha psixologik holatingizdan test yordamida psixologlar siz mana test yechasiz, sizni psixologik holatingizni nima beradi. Bu lekin to'sqinlik qilmaydi. Agar siz nima deydi, o'sha talabga javob beradigan bo'lsangiz, test topshirasiz. Testda 50 ta savol bo'ladi. Har bitta savolga 2 balldan qo'yiladi. 56 o'rindan yuqori ball olgan, keyin 3-bosqichga qabul qilinadi. 3-bosqich nima? Og'zaki